Qayski bir bandani bolasini Hazrati Azroil alayhissalom oladigan bo'lsa, Alloh so'rar ekan: bandamni bolasini jonini oldingmi? Bandangni bolasini jonini oldim. Qalbini mevasini oldingmi? Qalbini mevasini oldim. Ko'zini nurini oldingmi? Ko'zini nurini oldim. Bandam nima qildi? Bandang bergan musibatingga rozi bo'ldi. Senga hamd etdi. istirjo etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Biz Allohnikimiz, Allohga qaytuvchimiz. Bu bolamni bergan o'zingsan, o'zing olding. Endi chiroyli sabr bergin deb senga hamd etib istirjo etdi deganda Alloh marhamat qilar ekan: farzand dog'ini sosam, qalbini mevasi, ko'zini nurini osaman. Musibatimga rozi bo'lgan bandamdan men roziman. Jannatdan bir qasr qilinglar. O'sha musibatni ko'targan otalarga, onalarga jannatdan bir qasr qilinglar. Hamd etguvchilarning qasri bo'lsin, hamd qasri deb ataylar deb farishtalarga Alloh buyurar ekan.